Yana deb aytdiymiz shunga maktabni tamomlab chiqishga yarta asrdan ortiq vaqt o'tsa-da, hozir endi ulg'aygan abi-boboylar bo'lgan sinfdoshlar o'zgan yil bir topor uchrashib ko'rishgan bo'lar. 11 yil ilk 40 yilqa uchrashuvda ko'ngilli o'tdi. Qadrli sinfdoshlar bilan yil sayin uchrashib tursak-da, sog'inishamiz. Ulg'aygan vaqtda bu yuqsini ayiruvchi seziladi uchrashuvni uyushtiruvchi Doniya Taxvatulina. Barımızda tirli-yoqqa taraldık. Bağlar üstlerdik, ul vaqtda bir-birimizni bilishirga vaqtimiz da bo'lmadi, tilagimiz da bo'lmagandir. Endi mana hozir bağlar taraldı, o'zimizgina qolg'ashdan bir-birimizni barlab, bir-birimizning hollarini bilishib, uchrashishga siylashdik. Mana bundan 2002-yilni bizning maktabni bitirganga 40 yil edi. Şu vaqtda biz Fumada Faxriyev Rifqat jiyibimizni shunda jiyilishib, bek ko'ngilli, bek yaxshi o'tirdik. Shundan so'ng mana o'zgan yil bizning maktabni bitirganga 50 yil edi. Shunda tag'in kafega jiyildik, munda jiyildik endi. Endi mana bu yil 51 men o'zim klassdoshlarimni, bu yil endi o'zim klassdoshlarimni chaqirib qo'naq etmoqchi bo'ldim. 1962 yılda maktabni tamomlab chiqqan 11 qiz ham molayning bugunni qizg'anish 6si yoqda dunyoda yo'q endi. Amina qolganlari bir-birini qadrlab, hallarini bilishib, telefon osha bo'lsa-da oralashib turalar. Doniya Taxvatulinaning maktabda o'qigan yillari niqadar sag'inuvin, onun klassdoshlarin niqadar yaratuvin shunsa da ko'rsatdi. U maktab yillarida chiqqan har fotorasmni qadrlab saqlaydi. Ham ortına neshanchi yilda nindi voqea bo'lganini yozib tabarab. Mana bu fotorasm ortına kim bek jilli edi deb yozilgan. Biz 50 yildasında klassdoshlar uchrashamiz. Mana men aytar edim, shunda ko'mak ya'ni birsin-birsi ihtiram etken o'quvchilar 50 yildan so'ng uchrashuvlar boshqalar bormikan. Mana biz o'zimizni shunday baxtli sanaymiz. Bola chaqda birimiz bek ihtirom etganmiz. Shuning uchundir endi men birimiz unutmaymiz. Erken yaştagi sinfdoshlar uchrashuvi bo'lgach, keluvchilar oldan duo qildi, va'zlar tingladi, bir-birisining oila hallarini so'rashib, maktabdagi qiziq hallarni esga tushirdi. Bikta sig'indim. Mana kelib ketgachdan o'zgan yillarda kelgan edik. Qatqashdan da taki sizlarga kelgan ko'maklarga esga tushirib, surashib o'tirgan edik. Shunday birinchi martaba borganda. Asyapaning anisi, men Asyapaning razmeri bilan ko'mak bilagan. Men birinchi klassga boraman endi. Hozirgi azon ko'mak bo'lgan, hozir men o'qitishim qarshi oldi. Ikki maktab orasida tegi biz bunda suv bo'yinda ne bitindi. Ikkiniyinda kelib qarshi oldi da, deb kelib oldi da, men shavuna basmasin deb turindi. Ko'tarib balab qo'ydi. Shuni birdan hozir chaqanamiz. Qiziq vaqtlar endi har vaqt esga tusha. Sag'adab qolamiz. Mana shunday qiziq epizodlarni siylab idada siylab olam bolalarga shunday ko'ngilli bo'laydi. 27 kirgan edik maktabga, 22 chiqdik. Qaysi o'tirib qoldi endi, qaysi o'lib qoldi. Qaysi ketdi. Maktabdan boshqa o'ringa ko'chib ketdilar. Maktabdan dars vaqtida kichkina klasslar edi, ko'p chiqaralar klassdan da kelali tezroq bizning maktabdan klassdan qo'ylar jingal deb chechlarini elektrayim, shulayda istirab chavoyim. Anara kudirtirmaydi. Ularni klassga ketdi. Klassga ketdi. Bu kunni borsida mana endi bir necha topor sinfdoshlar uchrashuvini uyushtiruvchi, ona o'tkazuvchi Doniya Taxvatulinaga rahmatli qoldi. Og'ir zamona, ora yiroq, shig'imlar ko'p deb sabab topib yillar bu uchrashmish hayotuvchilarga, onun esen choqda yurishirga kerak deb aytasi keladi.